Zapravka trassada 700 km, shahar ichiga 600 km yuradigan Cobalt avtomobillarimiz tayyor bo'ldi. Toshkent shahridan tashrif buyurgan legendarniy Cobalt avtomobillarimiz super mega skidka narxida 4-pokoleniya 65 talik gaz balon 3 million so'mga, programma, pрошивка, motor, korobka o'zini pultiga zavod qiladigan gayigacha bo'lgan dokumentni hamma yog'i qilib berildi 3 million so'mga original jihozlari bilan. Gaz balonni joylashishga bitta baho berib qo'yamiz. Zapaskani narigi tarafida gaz balon turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqqa o'rtaga yopib chiqib qolmagan, hech qanaqa bagaj kichkina bo'lib qolmagan. 65 talik gaz balon ustanovka qildi. Tureytskiy gaz balon ustanovka qilindi. Old qismiga qo'yilgan jihozlarimiz. Xo'p, blok управления Optima Pico Alex Polsha brendi. Original elektron sistema Polsha bo'ladi. Maptatchik, sudatchik, kulchatilgacha Polshaniki. Farsukamiz Valtek, italyanskiy farsuka, Atiker, Tureytskiy reduktorlardan ustanovka qilindi. Bu Cobalt avtomobilimizga ham xuddi shunday komplektatsiya ustanovka qilib berildi. Xuddi shunday obsluga, xuddi shunday narxga. Kimga shunday sifatli va tezkor va ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Barcha turdagi avtomobillarga metan, propan gaz ustanovka xizmati mavjud. Sizga qaysi avtomobilga metan yoki propan ustanovkaning narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz.